Ploidiya xromosoma to'plamining karrali ortishi. Misol uchun, 2n to'plamdan 4n to'plamga yoki bo'lmasa n to'plamdan 3n to'plamga yoki 6n to'plamga 8n to'plamga ortishi mumkin. Bunda tarkibdagi genlar soni ortadi. Misol uchun 2n bo'lgan o'simlik tarkibida aytaylik, mana bu gen bor deb tasavvur qilsak, 2n dan 4n ga o'tgan holatda bunday genlar ko'rinishi mana bunday holatga o'tib qoladi. Ya'ni har bir gen 2 marta oshib qolishning hisobiga. Yoki bo'lmasa aytaylik, heterozigot degan tipga ega gen desak, 4n holatga o'tganda ikkita dominant A va ikkita resessiv A holatiga kelib qoladi. Shu holatni poliploidiya deymiz. Demak, biz bundan gameta olmoqchi bo'lsak, eng oson usuli ularni raqamlab olishimiz kerak. Demak, 4n li holatda gameta olsangiz, 4n li o'simlikdan 2n li gameta hosil bo'ladi. 2n li gameta hosil bo'ladi. Buni raqamlab olamiz. Demak, 1 2 1 2. Bularning o'zi bitta gameta, dominant genlar bitta gameta 1 2 li. Xo'p, resessiv genlarning o'zi ham bitta gameta 1 2 li. Endi heterozigot degan natib kelgan. Biri bilan buni biri, A1 bilan A2si. Endi A2si bilan A1, A2si bilan A2si. Demak, mana bu digamozigota dominant genlidan bitta, resessiv gamozigotali gendan bitta, heterozigota, ya'ni ikkita dominant bitta resessiv genlidan 4 ta gameta hosil bo'lar ekan.